katta ushlab turuvchi mushaklar ishlamaganligi sababli, tonusi pastligi sababli asosiy tanani ushlab turish kerak, odam yurish kerak, turish kerak, ishga borish kerak. Xullas hayot davomida yotmaydi. Shu yurib turganida asosiy yuklamani tana nerv sistemasi umurtqani atrofidagi mayda mushaklarga tashiydi. O'zi aslida odam hamma yog'i sog' bo'lsa, kunduzi yurganda umurtqalar o'sha nagruzka ostida bo'ladi. Kechqurun uxlaganda o'sha yegan ovqatidan oziqlanib, o'zini holatini tiklab chiqadi. Ya'ni umurtqalar aro disk. Endi disk bu yoqda ikkita katta mushak ishlamayapti. Uni o'rniga mayda mushaklar ortiqcha tirishlikda turibdi. Ya'ni bo'shashish nimaligini bilmayapti. Yotgan holda bo'shashish kerak bo'lgan mushaklar davomiy ortiqcha kuchlanishda turibdi. Bu disk umurtqalar aro diskka oziqlanishiga to'sqinlik qiladi va natijada uni fibrozniy kalsiy deydi. Ya'ni umurtqalar aro disk o'zi dumaloq qoplangan bo'ladi, o'rtasida suyuqligi bo'ladi. Oziqlanish bo'lmagandan keyin o'sha tomonda sekin yeyilishlar boshlanadi va natijada o'rtadagi suyuqligi, gelsimon bir suyuqligi bu yoqqa oqib chiqadi. O'shani biz grija deymiz. Endi bu yoqqa oqib chiqqani katta bo'lmagan, endi chiqib kelayotganlarini protruziya deyiladi. Endi bu yerda grijani olib tashlashlik, agar grija to'g'ridan to'g'ri bu yerda muammo keltirib chiqarmayotgan bo'lsa, u noto'g'ri podxod bo'ladi. Undan ko'ra bu yoqni mushaklarni ishlashini joyiga qo'yib, ortiqcha kuchlanishdagi mushaklardan nagruzkani olganimizda uni ortiqcha kuchlanishi bo'shashadi va natijada bemorda yana o'sha disklarni oziqlanishi qayta tiklanadi. Grijani so'rilib ketish holatlari ham bor. Bu o'zi umuman tajribada, ayniqsa chet el tajribalarida, Rossiyada kinesiologiyani o'sha katta professor Vasilyevani bir bergan intervyusida ko'rsatgan edi. Vaqt o'tishi bilan so'rilish holatlari yuzaga kelgan. Ya'ni bu hayotda o'zini isbotini topgan. Yana bir tomonlari o'sha mushak zanjirlari deydi. Ya'ni har bitta mushak o'z-o'zidan ishlamaydi. Yani ishlashida qaysidir anaqaga tayanadi. Boshqa mushaklarni yordamchi sifatida yoqadi. Shu yoqilishdagi kamchiliklar ham o'tga noto'g'ri nagruzka tushishiga olib kelishi mumkin. Bu mushak zanjirlarini ham o'z o'rniga qo'yganimizdan keyin odam piyoda yurganda uni yurishi to'g'ri biomexanikada bo'ladigan bo'lsa, umurtqa bunaqa aylanish holatida bo'ladi, ya'ni oziqlanishi masaj holatida bo'ladi. Undan keyin dam olganda, unda yetarli ovqatlanganda umurtqalarni oziqlanishi juda yuqori darajada bo'ladi. Endi u to'g'ri bo'lishi uchun, to'g'ri biomexanikada ishlashi uchun hamma mushaklarni o'zini o'rnida, o'zini o'sha tonusida, o'zini norma tonusida ishlatib qo'yish kerak. Shu bilan mana shu to'g'ri ishlatish bilan kinesiologiya shug'ullanib keladi. Ya'ni mexanizmi, organizmni ishlash mexanizmini to'g'ri yo'lga qo'yish, undagi og'ishlarni yo'qotish yoki kamchiliklarni. Va natijada vaqt o'tishi bilan grija so'rilib ketish holatlari ham kuzatilgan. Xo'p, tushunarli. Demak, siz aytmoqchisizki, grijani kelib chiqish sababi ichki organlardan, retseptorlardan va mushaklar zanjiridan. Bu ham hammasi o'zini o'rnida, o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Xo'p, shu qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu masalan hozirgi meditsinada bu yondashish, bu ko'rinishda organizmga nima deydi, podxod qilish yo'q hozirgi zamon meditsinasida. Endi bu siz taklif qilayotgan metod qanday qilib bir-biriga bog'liqliklar bor ekanligini isbotlaydi. Ya'ni ichki organ